Hoşum qana chiqdi. Zo'r ish. Men labir qanday chiqdi? Dahshat. Yomon chiroylisiz ey. Siz ham yaxshisiz ey. Men o'zi ikkita kelini shu oynaga qarab bir-birini bo'yantirish uchun oldim. Men bu yerda kuchugidek kir yuvaman, o'zim kirib, ular bir-birini bo'yaydi. Hay sanlar o'zim bilaman hozir. Kelinlar, qornim och qoldi, abita bir narsa qilib beringlar. Mani vaqtim yo'q, bachamga qarashim kerak. Men kir yuvishim kerak edi. Ikkita kelin olarimcha ikkitagina tovuq olsam bo'lar ekanda, bittagina tuxum berib, kayf qilib yeydim. O'linglar sanlash, qilib berma, qarab o'sib sanlar. Kelinlarni nima hetsam ekan-a? Topdim. Kelinjonlar, sizlar bitta yangiligim bor. Kimda-kim bu kundan boshlab menga yaxshi qarasa, issiq so'g'imdan xabar olsa, mana shu uy-joyi hammasini nomiga yetkazib beraman. Dard bo'lmas, rahmat. Dadajon, bugun mant qilaymi, osh qilaymi? Mant qiling, yaxshi dabaman. Dadajon, choy iching. Rahmat kelin, rahmat. Dadajon, Ha kelin, sizga iPhone sovg'a qilmoqchiman. ibi tinchlikmi kelin, nimaga? Prosta sizni yaxshi ko'rganimiz uchun. Ha, rahmat kelinjon, rahmat. Siz yaxshi ko'rganimiz uchun, baloni yetdi, ana uchastkani beraman deganim uchun telefon sovg'a qilibdi. Belinglasanlar. Bu Ovsinjon uyni o'ziga olmoqchimi nima-ku? Yo'q, Ovsinjon, jo'jani kuzda sanaymiz. Dadajon, yuring. Ha kelin. Sizga sovg'am bor. Qanaqa sovg'a? Mana shu xabar Julian sizga sovg'a. Qaynotamga? Rostdan ham. Ibi kelin, to'g'risini ayting. Men nomma kredit qilingizmi buni? Yo'q, 48 oyga bo'lib to'lash orqali har oy 3,5 million so'mdangina o'zim beraman. Ibi rahmat kelinjon, rahmat. Menga qarang, qani so'ragan ayboq nima aynan Haval Julian tanladingiz? Chunki Haval Julionda radiator защитник polik paroglari bonusga berilgan. Tamam kelin, rahmat sizga. 2025-yil eng yaxshi kelin nominatsiyasi sizniki kelin, tamom. Rahmat dadajon. Endi uyni men nomimga qilib berasizmi? Bitta mashina uchun otib uy beramanmi men? Balon yeysiz, o'ting ishlaringizni qiling. Tuva qildim. Yomon shu tursanlar, o'zlaringcha. Margarito, Margarito.